Assalomu alaykum. Bo'g'im og'riqlaridan qutula olmayapman. Bormagan joyim qolmadi. Suyak yemirilishi boshlanyapti. Poliartrit, grija kasallar, ichki kasallar. Umuman bo'g'im og'riqlarining aksariyat holatda kelib chiqish sababi insonda o't dimlanishi bilan paydo bo'ladi. Boshqa faktorlar ham bor. Shamollash, nagruzkalar, noto'g'ri yuklama berishlar. Lekin eng ko'p kuzatilgan bizning tajribamizda shu narsaga amin bo'ldikki, bo'g'im kasalliklarining asosiy sababi jigardagi tiqilmalar bo'lib chiqyapti. Bizga murojaat qilgan jigar va o't muammosi bor odamlar faqat shu muammoni o'zi bilangina muolaja olish asnosida 5-6 kunlarda bu odam bunaqa holat ko'p bo'lgan. Oyog'i og'riqlari haqida u muloqot vaqtida, ya'ni konsultatsiyada, qabul vaqtida oyoq to'g'risida, bel to'g'risida og'iz ochilmagan. Bu odamda o't va jigar muammosi bor. Eng asosiy buni qiynab kelayotgan muammo. Va bu jigar va o't muolajasini olar ekan, bevosita oyoq og'riqlari to'g'ridan to'g'ri kamayadi. Hatto yo'q bo'lib ketishi ham mumkin, agar juda ham eskirib ketgan kasal bo'lmasa. Biz shuning uchun har doim patsientlarga aytamiz, oyoq og'rig'idan, suyak yemirilishidan, grijadan, umuman tayanch harakat tizimi bo'yicha har qanday kasallikdan qutulib ketish uchun batamom jigarni tozalang. Qon bosimingiz bezovta qilyaptimi? Jigarni tozalang. Oyoq og'riyaptimi? Jigarni tozalang. Qon tomirlarida zashtlakovenность ko'payib ketdimi? Ya'ni ateroskleroz deyiladi. Jigarni tozalang. Postepенно qon tomirlaringiz ham tozalanadi. Aslida insonda asosiy shifokor bu o'zining immuniteti hisoblanadi. Jigarni tozalar ekansiz, immunitetingiz maksimal darajada ishga tushishni boshlaydi. Ovqatlanish tartibini izga solar ekansiz, jigaringiz, ichaklaringiz ideal ravishda ishlashni boshlasa, siz har qanaqangi kasallikdan qutulib ketish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Sizga internetda, Instagramda to'lib ketgan reklamalar joningizga tegib ketgan bo'lsa kerak. Har qanday bemor bo'lgan odam borki, bu narsalarga quloq soladida Instagramda dorilar reklamasiga, va bu narsalardan kuyib ketdim degan kommentariyalardan ham ko'rib qolasiz. Siz kasalligingizdan qutulish uchun immunitetingizni maksimal ishlashini ta'minlang. Buning uchun esa jigarni tozalash kerak, ichaklarni faoliyatini tiklash kerak. Jigar tozalash maxsus detoks programmamiz bor. Kimga bu narsa qiziq bo'lsa, telefon nomerini qoldiramiz. Xo'p, Alloh shifosini bersin. Dard borki, shifosi bor. Bu to'g'risida hadis bor. Eng tuzala olmayotgan bemorlar ham esidan chiqarmasinki, biz musulmon xalqi o'laroq har qanday kasallikning shifosi bor degan hadisga iymon keltirishimiz zarur bo'ladi. Izlaning, harakat qiling va kim bilan gaplashayotganingizga albatta e'tibor qarating. Sizga nimalarni taklif qilyapti? Dori ichib, reklamalardan kuyib ketgan odamlar kundan kunga oshib boryapti. Hafsalasi pir bo'layotgan odamlar kundan kunga ko'payib boryapti. Biz mana shu jigar tozalash va boshqa alternativniy uslublar orqali juda ko'p kasallarni alhamdulillah Allohning fazli bilan davoladik.